Koreyaga qaytganimdan keyin birinchi bozorligimni sizlarga raspakovka chek qilib beraman. Oxirida общий summani yozib ham qo'yaman. Arziydimi yo'qmi, o'zingizlar baho berib ketasizlar. Bozorligimiz mana shuncha. Endi uyga kelsam, uyda hech narsa yo'q o'rtoqlar. Sichqon bo'lsa ham xasta tutib yurgan dedim. Erim hech narsa olmabdilar o'zlariga. Mana bunaqa bedana tuxum pishgani. Salat emas-ku, qo'shib yeydigan hisoblanadi Koreyada. Spagetti makaron. Amonni oldim, o'g'lim mana bitini g'ajilab qo'ydi. Ozgina oldin bo'lsa, mana bu korobkani yeb qo'yibdi. Mana qanaqa karam yelardi. Prezident sariyog. Endi karam maydalangani salat sifatida qo'shib yeyiladi. Bunaqa olmali pirog, bu polufabrikatmi yoki pishganmi hali bilmayman, ochib ko'rmadim. Koreyada birinchi marta rozvoy pomidor ko'rib qolgandim, oldim. O'zi bor bo'lgan bo'lsa ham ahamiyat bermaganman-da. Mana bunaqa sir, mana buni qaranglar nima qilganini. Ko'chada yig'lavergani uchun qo'liga berib qo'ygandim. Semechka yog'i bu 1 litr. Mana bunaqa tovuq go'shtini polufabrikati. Tilni ancha yaxshi tushunganim uchun hamma narsani, mahsulotlarni cho'chqa nimadir qo'shilganmi yo'qmi o'qib ko'rib ola olaman. O'shanga o'zim bozorga qilib keldim deb olamlar. Sabzili, yo'q katta. Baqlajon bo'lsa kichkina. Svekloy, qizilcha, lavlagi, hamma har xil gapiradi-yu. Piyoz. Pitsa uchun sir. Biz pizzani uyda tayyorlab yeymiz. Mani retseptim bo'yicha shunaqa mazali. Erimga ham rosa yoqadi. Kartoshka. Voy, bajar qilib qo'yibman. Erim mana bunaqa koreyskiy sushini juda ham yaxshi ko'rganlari uchun qadarka qilib olib keldim. Ularda romantikani resi ham yo'q, hamma romantika menda. Aytgancha kola ham bor edi. Общий summani yozib qoldiraman. Arziydimi yo'qmi shuncha narsaga o'zingizlar baho berib ketinglar. O'zbekistonda qimmatroqmi yoki Koreyadami?